Stomatolog zapravka ketdi. Zapravkadagi yong'inda Isuzu, Gazel va qora mollar yonib ketdi. Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan Mirzobod tumani hududida sodir bo'lgan yong'in bo'yicha rasmiy ma'lumot berildi. Bugun 11-may kuni soat 4:18 da 112 qisqa raqami orqali kelib tushgan xabarga asosan Mirzobod tumani hududida joylashgan avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasida yong'in sodir bo'lgan. Natijada shoxobchaning 25 kvadrat metr maydonida shift qismi, bir dona gaz to'ldirish moslamasi hamda gaz to'ldirishga kelgan Isuzu rusumli yuk avtomobili to'liq. Shuningdek, Gazel rusumli yuk avtomobili va uning yukxonasida bo'lgan 8 bosh yirik shoxli qora mollar yongan. Yong'in qutqaruv ekipajlari tomonidan yong'in soat 4:55 da o'chirilgan. Yong'indan kuygan va tan jarohati olganlar yo'q. Aytish kerakki, qutqaruvchilar tomonidan ko'rilgan amaliy tezkor choralar natijasida avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasining taxminan 600 kvadrat metr maydoni yong'indan saqlab qolingan. Hozirda yong'inning sababi va zarari aniqlanmoqda.